Duoda baxillik bilan qilmaslik kerak azizlar. Duo xudbincha, faqat o'zini so'rash kerak emas. Allohim menga bergin, menga qilgin, yo'q. Jamiyatga so'rang. Birodaringizga so'rang. Siz bir g'oyibdan bir do'stingizni, bir birodaringizni, vatandoshingiz haqqiga duo qilsangiz, g'oyibdan o'sha duo qilayotganingizda farishta Allohim bunga nima so'rayotgan bo'lsa, bunga ham shuni ber deb turadi. Siz yaxshi narsani so'rasangiz, sizga ham shu. Shuning uchun ko'proq duo qilaylik, vatanda duo qiling azizlar. Butun musulmon ummatini duo qiling. Yurtimizni duo qiling. Balolardan asrasin deng. Jonajon vatanimizga ko'z tegmasin deng. Bolalarimiz, farzandlarimiz baxtli, saodatli unib o'ssin deb duo qiling. Yurtboshini duo qiling. Chunki agar aytadilarki, bitta qabul bo'ladigan duoyim bo'lganida men yurtni podshosiga qilaman degan ekanlar.